Bugungi mavzumiz gazonchilik tarixi. O'zbekiston hududida gazonchilik tarixiga bag'ishlangan. Mavzuni asosan ikkita reja bo'yicha o'tamiz. Dunyo bo'yicha gazonchilik tarixi va O'zbekiston hududida gazonchilik tarixi. Gazonlar boshoqli, kam hollarda dukkakli o'tlardan tashkil topgan qalin tuproqni qoplovchi o't qatlami. Urug'dan ekish, chim bilan qoplash, tabiiy o'tlar qoplamini yaxshilash va boshqa usullar bilan barpo etiladi. Gazonlar maydoni 1 metr kvadratdan to bir necha gektargacha bo'lishi mumkin. Qo'llanishiga qarab manzarabop, sport va maxsus gazonlarga ajratiladi. Barcha sanalgan gazonlar guruhi bir yo'la sanitar-gigiyenik vazifalarni ham bajaradi. Dunyo bo'yicha gazonchilik tarixi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, bundan 2500 yil oldin qadimiy Eron bog'larida ko'p yillik boshoqdosh o'tlar ekilib, chamanzorlar barpo etilgan. Yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra, miloddan bir necha ming yil ilgari Xitoy imperatorlarining Chiyu bog'ida ana shunday gazon bunyod etilgan. 17-asr maysazorlar ijtimoiy maydonlar sifatida yaratilgan. Bu maysazorlar asosan o'tloq o'simliklardan tashkil topgan. Ingliz maysazori ham 17-asrda paydo bo'lgan va tezda butun Yevropa aristokratlarining ramziga aylangan. Maysazor Yevropadan kelib chiqqan bo'lib, chunki Yevropaning nam, yumshoq iqlim, ochiq maysazor o'sishi uchun qulay hisoblanadi. Eng qadimgi maysazorlardan biri Fransiya va Britaniyadagi o'rta asrlarda qal'alar atrofida o'tloqlar bo'lib, ular daraxtlardan tozalangan. Shuning uchun soqchilar yaqinlashib kelayotgan dushman askarlarini to'siqsiz ko'rishlari mumkin bo'lgan. 17-asr uyg'onish davrida maysazorlar Fransiyada ham, Angliyada ham boylar tomonidan ataylab o'stirilgan. Ustki qismi kesilgan maysazorlar birinchi marta 17-asrda Angliyada yirik badavlat yer egalari uylarida paydo bo'lgan. Yangi dunyo, golf va boshqa o'yinlar Shimoliy Yevropadan kelgan muhojirlar o'zlari bilan Shimoliy Amerikada maysazor g'oyasini ham, uni yaratish uchun o't urug'larini ham olib kelishgan. Shotlandiya birinchi navbatda ochiq o'tloqlar mamlakati bo'lib, asrlar oldin o'zining baland bo'yli daraxtlardan mahrum bo'lgan. Shu sababli golf va maysazor bowlingi ikkalasi ham yam-yashil kesilgan o'tloqlarga bog'liq bo'lib, ikkalasi ham Shotlandiyada zamonaviy shakllarda rivojlangan. Shimoliy Amerikadagi birinchi golf maydoni 1888-yilda Nyu-Yorkda qurilgan. Aynan Qo'shma Shtatlarda boshlanadi va shu qadar tez mashhur bo'ladiki, AQShda 1904-yilda Olimpiada o'yinlarida bir qator turli jamoalarda 70 ta o'yinchi maydonga kiradi. O'zbekiston hududida gazonchilik tarixi. Bizning yurtimizda ham azaldan go'zal bog'lar, saroy va xonadonlarda maysazorlar barpo etishga alohida e'tibor berilgan. Xususan, Kamoliddin Behzod asarlarida, Boburnoma miniatyurasida yuksak mahorat bilan tasvirlangan yashil maysazorlar shundan dalolat beradi. 20-asr o'rtalariga kelib, dunyo mamlakatlarining deyarli barchasida gazon o'ti ekish va parvarish etish keng tarqalgan. Mahalliy maysazorlar barpo etishda ko'plab muammolarni ilmiy jihatdan o'rganish va hal etish maqsadida 1999-yilda Toshkent davlat agrar universitetining ekologiya markazi olimlari, Toshkent davlat agrar universiteti tajriba stansiyasi, AQShning Rutgers universiteti bilan hamkorlikda xorijdan keltirilgan gazon o't turlari va navlari bo'yicha keng ko'lamli izlanishlar olib borilgan. Jumladan 2003-2005-yillarda tajriba stansiyasi 4 ta o't turiga mansub 28 ta nav sinovdan o'tkazilgan. 4 yillik ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston sharoitida AQShda yaratilgan turlarga mansub 4 ta navning yaxshi moslashuvchanligi, me'yorda o'sib, rivojlanishi hamda kasalliklarga chidamli ekanligi aniqlangan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida o'sadigan yovvoyi boshoqdoshlarga mansub ko'p yil davomida yashil yovvoyi o't turlari tanlash va saralash borasida ham jiddiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, respublikamiz tog' oldi hududlari, Adir tekisliklarda, Orolbo'yi hamda daryo sohillarida yovvoyi holda o'sadigan mastak, qo'ng'irbosh o't turlariga mansub 2000 dan ziyod o't urug'i va ko'chatlari Toshkent davlat agrar universiteti tajriba stansiyasining issiqxonasida hamda dala sharoitida sinovdan o'tkazilgan. Urug'lari olinib, saralangan urug'lar gazon sifatida ekib o'rganilgan. Ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin, o'sha tajriba tariqasida ekilgan gazon turlarini ko'rishimiz mumkin.
Gazon o't ekinlari maydonlarda va ularning atrofida o'ziga xos mo'tadil mikroiqlim vujudga keltiradi. Ular issiq kunlarda havo haroratini pasaytirib, namlikni oshiradi. Atrof muhitga chang zarrachalarini yutib, havoning shaffofligini ta'minlaydi. Kuchli fotosintez jarayoni natijasida atmosfera havosini kislorod bilan to'yinishiga va aksincha karbonat angidrid gazining kamayishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, gazon o'ti fitonsitlik, ya'ni patogen bakteriya va zamburug'larga qarshi turli moddalar ishlab chiqarish xususiyatiga ham ega. Gazon o'tining to'q yashil manzarasi ko'z nurini ravshanlashtiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.